وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisida kimki Allahqa va oxirat kuniga iymon etgan bo'lsa, xulum qo'shnilarga yaxshilik qilsin deydi. Bu hadisdagi haqqini ado qilishga tegishli bo'lgan qo'shni kim u? Qo'shnidorchilikning huquqlari nimalardan iborat? Qo'shnidorchilik qilishdan kelib chiqadigan yaxshi natijalar nimalardan iborat? Ilgari o'tgan solih kishilar xulum qo'shnilari bilan qanday muomalada bo'ladi? Qo'shnidorchilikdan iborat bu go'zal ijtimoiy axloqni qanday qilib kishilik turmushdagi hamkorlik darajasiga ko'targili bo'ladi? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dunyoning har qaysi joylaridagi ko'rman qarindoshlar, bugun biz Allohning yordami bilan Huquq va majburiyat nomli programmamizning 12-chi bölümünü sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini Huquq va majburiyat nomli suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir arga keldik. Suhbatimizning bu bölümida xulum qo'shnining haq-huquqlari to'g'risida to'xtalamiz. Ustoz Muhammad Ali, assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom. Biz suhbatimizdagi ilgirki qismlarda ota-ona va farzand, er va ayol, ayol va er orasidagi, ya'ni turmushda aloqador bo'lgan uy ichidagi haq-huquqlar qatorliq bir adab axloq aloqador bo'lsin, huquq aloqador bo'lsin, bu masalalarda tafsili to'xtalib o'tgan bo'ldik. Ilgari suhbat 11 qismlik suhbatimizda buni oxirlashtirgan bo'ldik. Bugungi suhbatimizda biz oiladan biroz halqib chiqib qo'shnidorchilik to'g'risida to'xtalmoqchi. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rajim wa'budulloha va la tushriku bihi shay'a wa bil validayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi deydi. Biz bu oyatni qilgan asosda bir temaga kirsak, ya'ni haqqini ado qilishga tegishli bo'lgan qo'shni kim o? Bu vaqtda azroq to'p o'tgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala amma ba'du. Deyilgandek bizning suhbatimiz bir oila barpo qilish, bir oila qurishning tunji qadami bo'lgan ayollik munosabati, oila ichidagi a'zolarningki o'zaro bir-birisi bilan bo'lgan munosabatlari, haq-huquqlari va yashash qimmat qarashlari haqida davomlashib. Endi bugungi suhbatimizda shuning sirtiga chiqdik yani. Xo'sh. Yana xulum qo'shniga. O'qilgan oyatga ko'ra Alloh subhanahu va taolo qo'shnini insonga nisbatan muhim bir omil, muhim bir nuqta sifatida tilga ilyotidi. Yaxshi muomala qilish, go'zal muomala. Chunki insonningki yaxshilik ko'rsimi qo'shnisidan ko'radi. Yomonlik ko'rsimi qo'shnisidan ko'radi. Bu nuqtadan qo'shnining ustida favqulodda ko'p haq huquqlari bo'ladi. Chunki deganimizdek, sen yomonlik ko'rsangmi qo'shningdan ko'rsa, yaxshilik ko'rsangmi ham qo'shningdan ko'rsa. Payg'ambar alayhisalom din kelgan ba'zi asarlarda qo'shnining haqqi nima degan so'ralgan savolga bir muncha javob berilgan. Bu javoblarni agar bir yerga xuloslagan vaqtimizda qo'shni bilan bo'lgan hayot musofimizdagi butun haq-huquqlarini o'z ichiga olgan deyishga bo'ladi. Masalan, qo'shning bir ishda sendan yordam so'rasa, buningdan birisi yordam bersa. Onunga kerak bo'lgan ba'zi ishlarni qilish bersa, qarz so'rasa, qarz bersa, og'rib qolsa, yo'qlaysa, bir yaxshilik yetsa onunga, uni tabriklaysa, yomonlik yetsa, ta'ziya bildirsa, onun uyidan igiz o'yini selib ruxsatsiz, bundan quyosh yoki shamolni to'sadigan, zarar beradigan ishlarni qilmaysa, ammo ruxsat olsa u boshqa. Yemek-içmek, meyve-çivi setib olgan vaqtda shundan onunga ma'lum darajada qanday qilsa, so'g'ib qilsa masalan.
Agar so'g'i qilamog'ida ko'p qolsang, qanaqa qilsa, yushurincha, ko'rsatmay akirsa, ballarining u yemak-ichmakni sirtqa ko'tarib chiqib, uning ballarininki mana ichidigan yoki ballarining ko'ngli yerim bo'ladigan bir ahvol shakllanmasligi kerak. Degandek, oilada bir odamning normal oilaning ishi gerçi deganimizda qo'shnimiz bilan tuqqan emas, masalan, tuqqan bo'ladi, tabiiy tuqqan emas. Va uning boshqa jihatda aramizda hech qanday munosabat bo'lmasligi mumkin. Savdo aloqasi bo'lmasligi mumkin. Ammo qo'shni o'g'anlik munosabatan qo'shni o'g'an ta'siri yiroqdagi ba'zi tuqqanlardan favqulodda yuqori. Bu nuqtadan yuqorqi hadisda umumiy qo'shni bilan qo'shnining o'tiridagi muomalat andisi so'zlangan. Islom tariximizdami qo'shniga bak favqulodda yuqori o'rin berilgan. Masalan, bunda bir hikoya var. Abdul Qadir Jazairi İslam tarixidagi hammaga tanishliq mashhur bir amir. Muşunun bir qo'shnisi bo'lib, qo'shnisining uyini setib olg'ili birisi kelgan vaqtida bu shunda bir javob berganki, men mushu qo'shnim Amir Abdul Qadir uchun sen qo'ygan bahodan necha hassi bahoni versangmi sotmayman uyimni. Mana javobni bergandan bu javobni qo'shnisi olmaydi. Qo'shnining bu qo'shniga bo'lgan favqulodda ixlosidan bu amir buningga shu qarshi taraf setib olaman degan pulni hadiya sifatida olama pulni. Sen mening qo'shnim bo'lishga loyiq ekansan, qo'shnim bo'lib o'tiraver degandek bir xil hikoyalar va tarixlar bor. Buning hammasi bizning tariximizda, islom tarixida qo'shniga berilgan favqulodda ko'ngil bo'lish. Sizlarni al-jar qiblat dar deydigan nimalar bor masalan. Bir uy setib olishdan ilgari avval qo'shnisini qanaqa qilish kerak, obdan tanlash kerak. Chunki qo'shnisi yaxshi bo'lmagan uy huzursiz bo'ldi yani. Putini qistigan oyoq, nachar chiqib qolgan xotin dunyoning jahannami deb tasvirlasa, balkim mubolag'a olmasligi mumkin. Endi bu fiqh ilmida haqqi shufa deb, ya'ni qo'shni xabar qilmay turib, sizlar masalan uyni sotmoqchi bo'lsizlar, avval birinchi bo'lib yan qo'shnilariga uyni sotmoqchi, siz kerakmi, siz setib olamsiz, qandoq degandek bir taklifni berib, yo'q, men uy kerak emas, setib olmayman, ehtiyojim yo'q, unda men boshqalarga sotay deyish bu bir huquq bor endi. Yani bunu da mı kurvalı bulundu ki mesela bu İslam fıkhısında şüphe deb atıldı. Öyüne satmak çok vaqtda avval başqa xirdadın ilgili qo'shnilarni misalish, xirdalik selish. Hatta boshqalardan azam bahoga masalan hatta. Agar uning ehtiyoji bo'lmaganida o roziligini bildirganda andagan boshqalarga qana qilish, setish kerak deydigan bir qoida. Buning o'zini nima desa, islomninki qo'shnining haq huquqiga favqulodda bo'lganlik, ahamiyat berganlik, ko'ngil bo'lganlik bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Bu sahih hadis. Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan keldi. Bu hadisdan hamda nima tushunamiz hamda qo'shnichilik haqlarininki ijtimoiy kafolat masalasiga yotadiganligini tushunsak bo'lamdi. Hadisda Payg'ambar alayhisalom shunday deydi. Jibril meni qo'shnimga tavsiya qilyapti. Ya'ni qo'shnimni menga tavsiya qilyapti. Qo'shnimga yaxshilik qil degandek bir ifodada bu. Qilyapti. Oxirida qo'shnimni merosxo'r qilib qo'ydigan o'xshaydi debmi o'ylab qoldim deydi Rasululloh. Ya'ni hadis bizga nimani ifodalaydi? Qo'shnining shu qadar insonga bağlandığı bir hak hukukının bağlılığını ifadelaydı. Hem de ailevi bir ictimai bağlanış var. Bizden İslam hak hukuku da. Dada, bala, dadalık, balılık, ayallık, kerindaşlık, ailevi bir bağlanış hem de bu. Coğrafilik bir bağlanış oldu insandan var. Nesep bağlanışından başka coğrafilik bağlanış oldu. Coğrafilik bağlanışı ne mi dese? Yani şu hoşnu şu. Gerçi tukkan bulması mı? İkili bağlanış, ikkili kapolat, ikkili haq huquq islomninki bizdan talab qilayotgan nimasi talab. Oilangga, tuqqanlaringga, bir tuqqanlaringga, qarindoshlaringga, dada bola o'tirida, ayol o'tirida qanchalik haq huquq bo'lgan bo'lsa, uning o'xshash xulim xushni o'tiridimi, shunchalik nima haq huquq bor. Endi yana bir hadis bor deymi, masalan, o'zini til orqali qo'shnisiga bir aziyat bergan ayol to'g'risida bir hadis bor. İmam Ahmed'nin Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet qilgan hadisi bu ayolninki namozning ko'pligi
Xo'sh. O'tirida iniq, nayt ko'p namoz o'qiydigan ayol. Xo'sh. Ro'zini ko'p tutadigan ayol, sadaqatni ko'p qiladigan ayol, ammo birlam sifati bor bu ayolda sevgi sifatini olsa-mu, qo'shnisiga aziyat beradi. Shunga hadisning oxirisida bu ayolga berilgan hukm yakun nima? Dozaqda. La havla. Ya'ni bu namozni ko'p o'qiydigan ayol, ro'zini ko'p tutadigan ayol, sadaqatni ko'p qiladigan ayol, bir muncha go'zal sifatlar bor. Ammo faqat va faqat qo'shnisiga tili bilan, moddiy va boshqa emas, tili bilan aziyat berganlik uchunlar dozaqda. Ya'ni yaxshi muomala qilmaganlik sababidan. Yaxshi muomala qilmaganlik sababdan buning boshqa ishlari o'tmay qoldi degan gapda. La havla va quwwata illa billah. Endi bu suhbatimiz qo'shnichilik haqlari to'g'risida davom qilyapti. Endi bizningki mana shu muhojirat Uyg'ur xalqi chet elga chiqqandan keyin yerlik xalqlar bilan qo'shni bo'lib yashayapmiz hamda. Bu jarayonda qo'shnidorchilikni yirik keltirish uchun nimalarga diqqat qilishimiz kerak endi? Endi biz Uyg'ur musulmonlar bo'lish sifatimiz bilan, ya'ni bir millat, xos bir millat bo'lish sifatimiz bilan o'zimizga xos urf odatlarimiz bor. Vatanda shu bo'yicha yashab, shu bo'yicha odatlanib keldik. Ba'zilarimiz shaharda yashaydi, ba'zilarimiz yezda yashaydi. Shaharda yashagan odamning yashash uslubi bilan yezda yashagan odamning yashash uslubi o'xshamaydi. Va yashayotgan shaharningki iqtisodiy va boshqa siyosiy o'rniga, madaniyat ahvoliga qarab turib, har yaningki yashash ahvoli o'xshamaydi. Endi oxirgi vaqtlarda ko'plagan qarindoshlarimiz Turkiyaga keldik masalan. Ko'p qismimiz mush yerda hamda to'plish bo'ltirayotgan. Turkiya bo'libmi Istanbul, Turkiyaning markazlik bir shaharlari bo'lish sifati bilan bu yerning o'z oldiga bir yashash uslubi bor. Yashash qoidasi bor, bir madaniyati bor, xalqning ko'ngan bir odatlangan bir odati bor, yashash uslubi. Endi biz kelgandan keyin, bu yerga kelgandan keyin biz kelgan mehmon bo'lish sifatimizdan bu bir. Ikkinchidan qo'shni, sirtdan kelgan qo'shni bo'lish sifatimiz bilan. Bu yerdagi qo'shnilarimiz asli odamlar. Rioya qilish to'g'ri bo'lib qolsa, kelganlar rioya qilish kerak. Ya'ni insof bilan so'zlasak. Biz oldi bilan atrofimizdagi kishilarningki yashash uslubini bir ko'z tutishimiz kerak. Ya'ni bular nimani yaxshi ko'radi? Nimani yomon ko'radi? Ya'ni qanday yashaydi? Ma jamiyat. Chunki biz bu jamiyatda ozliq. Ko'plik emas, as-sonliq, ya'ni bu jamiyatda atrofimizdagi ko'p sonni egallaydigan kishilar qanday yashaydi? Nimani yaxshi ko'radi? Soat nechida turib, nechida uxlaydi aqallisi? Binoninki, o'tirayotgan binoninki yashash tozalik ahvoli qanday? Varangchilik ahvoli qanday? Mush nuqtalarning hammani avval egallashimiz kerak. Chunki mush nuqtalar islomdagi qo'shnining haq, huquqi masalasiga intayin munosib. Biz shu nuqtada turib, atrofimizdagi xo'lim xo'shlarımizga aziyat bermasligimiz kerak. Biz ba'zi to'g'ri deb odatlanib qolgan ba'zi ishlarimiz bularga nisbatan aziyat bo'lishi mumkin. Men mashta qilib kelgandim degil olmaydi. Chunki biz kelgan mehmon bo'lish sifatimiz bilan va sonimizning ozili sifati bilan ko'pchilikning haq huquqi rioya qilinishi kerak. Ya'ni chekdan eshib ketmagan ahvol ostida. U bizga zulm bo'lib qolgan ahvol shekilli u boshqa, ammo hech kimga zulm bo'lmagan ahvol ostida qilsin bo'ldigan, qilmasin bo'ldigan ba'zi ishlar bor hayotda. Zarur bo'lib qolgan vaqtda u boshqa. Chunki hayotning talab bo'lib qolsa u boshqa, ammo qilsin bo'ladigan, qilmasin bo'ladigan, sen diqqat qilsanglar tuzilib ketadigan va masalan aqallisi tozalik masalasi, uy tutish masalasi masalan. Ondan keyin balalarningki, xususan bizning bolalarimiz biroz ko'p keladi masalan. Bularda bola oz bo'ladi. Ondan keyin bularning xizmat damalish vaqtlari va bizning tam xizmat damalish vaqtlarimiz bular bilan udul kelmasligi mumkin. Mush nuqtalarda biz bularning asli takror davatimi asli bo'lish, ko'p sonli bo'lish va biz kelgan mehmon bo'lish sifatimiz bilan bularning haq huquqi mush jihatda o'rganish kerak. Qo'shnisi masalan kechida ishlaydigan, kunduz uxlaydigan, dam oladigan, bunda bo'lishi mumkin. Mana shunga o'xshagan ishlarda, ya'ni rioya qilib ketgili bo'ladigan doirada rioya qilish kerak. Masalan, bolalarimizni biroz erkin qo'yib kunab qilliqliq. Ular biroz tartibning ichiga kiyish kerak masalan. Qig'il bo'ladigan ishlar. Uyni pokiz tutish masalan. Ya'ni farzandlarimizga masalan qo'shnilarimizning dam oladigan, boshida soat masalan oqshom 9, 8, 9 ni ishib ketgan vaqtlarda
Balalarımızga sakrab, o akırışıp, o oynasa biraz Yani erken kuvvetmesi gerek. biraz dikkat qilishimiz kerak. Qo'shnilarimiz ranjiydi, biz musulmon bo'lish suhbatimiz bilan yaxshi emas. Qo'shnining haqqi va degandek so'zlar bilan tarbiya qilib Mesela qilishimiz kerak. iniqroq degan vaqtda ba'zi masalalarni iniq net demasak qarindoshimiz balkim o tarafiga diqqat qilib yaqinmaydi. Masalan, liftlik binolar bor. Bir liftlik binoninki oylik taloni şu o'ltirayotgan bütün aholiga o'rtaq chechiladi. Bir misol. Masalan, bizning kichik bolalarimiz qo'yib etib bir o'yin sifatida şu binoning liftidan chiqib tushsa, masalan, az olsun ko'p olsun bir ortiq chiqim chiqadi bu yerdan. Va bu ortiq chiqim palani o'yining bolalari ashta o'ynab deyilmaydi u vaqtda, o'rtaq chechiladi. Bu ma'naviy emas, moddiy haq masalan. Oddiy bir misol. Va ondan boshqa misollar degiltsa ko'p uchraydi masalan. Mush nuqtalarga alohida diqqat qilish kerak. Ya'ni boshqalarning haq huquqiga kirmaslik kerak. Biz davomli ta'kidlaydigan bir madaniyatimiz var bizning azaldan. Bende haqqi deydigan. Bu bende haqqi boshqalarning ko'z oldida yanchiqun bir evaslan bende haqqi olmaydi. Balki boshqalarga ma'naviy moddiy jihatda keltiradigan zararlarning hammasi nima bende haqqi bo'ladi. Muşumu şunun qatarıdın. Bununla her bir qarindoshlarimiz qo'shni haqqi noqtasi turib diqqat qilish kerak. Allah razı olsun. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yani bir hadisda vallahu la yu'min, vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min deb 3 qata degan vaqtida men ya Rasululloh deb so'raydi sahobalar. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam allazi la ya'man jarahu bawa'iqa. Hadi bu hadisde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qo'shnisini onun yomonligidan amonlik his qilolmagan kishi iymon etgan bo'lmaydi deb 3 qatim takrorlagan. Bu qaysi turdagi yani hadis bizga cho'ng prinsipdan bir narsa aytadi. Rasululloh 3 qatim takrorladi buni. Xo'sh. Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. Qasam qilib turib. Xo'sh. Mu'min emas. Mu'min emas, mu'min emas dedi. Kim ya Resulullah deyilgan vaqtida qo'shnisi emin bo'lmagan. Yani bu yerda iymon qo'shni bilan bog'lanishi boshqa hadislarda mo'jiq ta'kidlanadi bu. Axloq masalasi iymonning tubki prinsip masalasi. Allah subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamni Qur'onda nima sifatlaydi? İnneke la'ala xuluqin azim. Rasulullah muşunu bilan büyüklengen Rasulullah. Endi axloqning haqiqiy yeshmisi nima? Axloq degan nima? Axloq ijtimoiy iymonning insonni aks etadigan bir tarafi. Sen bir iymon bor, iymonning bir talafi bor. Sen mush talab bo'yicha ijtimoiy jamiyatda uning ta'sirini ko'rsatlisan, bu sendeki ahlak ve iman. Yerimli hadiste mezmunu şu. Ahlakı en güzel o adam, imanı en mükemmel adam boğan buludu deyip Resulullah şundan sıfatleydi. Ahlak iman meselesini. Ahlak bizning taklidi düşüncemizdeki bir adamın naydı mollu mulayim, başkalarının aldığı ya o emas. Başkalarının hak hukuku ra'ay qilish. Başkalarına zarar sağmaslık. Payda olsa qana qilish, yetkizish. Yani demek ki ahlak insanın manevi tarafıdami o'zini ko'kitish kerak demek. Yani manevi tarafidan boshlangan ahlak haqiqiy ijtimoiy amaliy hayotda o'zining ta'sirini ko'rsatish kerak. Ahlak kishining shaxsiy sifati emas. Ya'ni kishilik yolg'iz sifati emas. Ahlak nega aytiladi? Ijtimoiy aloqada, ijtimoiy muomalada, ijtimoiy yasham jarayonida, yashash hayotida o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Bu noktadan bu hadisda vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min deb 3 qatim takrorlanishi, chunki axloq iymon ikkisi bir narsa deb tushunsak bo'ladi, asosiy jihatdan. Yani axloq iymonning buyuk bir tarafini qana qiladi, o'z ichiga oladi. Tam bugungi qo'shni haqqi axloqningki eng güzel namoyandasi, eng zo'r bir tarafini. Chunki inson avval muomala nereden başlandı? Hoşlardan başlandı. İnsanın muamelesi. Şunlaşqa davamlıq deyiladigan ulamoning bir gapi var. Kim axloqi güzel olsa, onun imanı ne bo'ladi? Ortiq bo'ladi.
Allah subhanahu wa taala payg'ambar alayhissalatu vassalamga nurg'un xislatlarni bergan. Rasululloh fasohat, yana bir shujaat, botir. Ammo Qur'onda shuncha go'zal xislatlarning hammasining ichidan tanlab Rasulullohga madiya sana o'qilgan xususiyat qaysi? Axloq. Rasulullohni sen qaltis botir demadi Qur'onda. Tushunammi? Rasulullohni sen qaltis hikmatli so'z aytsa demadi. Rasulullohni sen bu demadi Qur'onda. Nima dedi? Innaka la'ala axloq egasi. Chunki iymonning asosi mushaydan boshlanadi. Bilishimcha, biz kichik vaqtlarimizda unda go'zal axloqlar batdi. Xulum xo'shlar orasida o'z hisoblaydigan. Kichik vaqtimizda xulum xo'shlarning uyisiga o'zimizning uyisida kirib chiqatdik. Balkim biz pek ko'p narsani tushunib ketmaymiz, ammo shu vaqtdagi hissiyot tuyg'umiz deb aytsak, qo'shnimiz xuddi o'zimizning aksisidek, o'zimizning tog'isidek tatinmaydigan. Bir narsa kerak bo'lsa, buning hammasi nima desa, ota-onamizningki xulum xo'shlar bilan bo'lgan aloqasidagi go'zal axloqining biz kichik sabilardagi ifodalanishi. Heyt bayram bo'lsa, avval eng yaqin qo'shnimizning uyiga yugurardik. To'g'ri. Heytlik, agar bizda ashlarga yaqin kurash bo'lmasa, yuguramdik ularga. To'y turkum bo'lsa, uylar, hatto uylarni oriyat berib turadigan. Buning hammasi nima ota-onamizning o'zaro aloqasiningki bizga bo'lgan ta'siri oldi. Bu go'zal axloq. Bilishimcha, uyda bir narsa qolmasa favqulodda qo'shlardan so'raydik. Bir narsa demasimi, qo'shlarning uyisida tamoq pishsa, bizga sunatdi. Biz ularga sunatdik. Xuddi bir oilaning kishilaridek bir yashash shakllangan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilishimcha gapni kesib qoldim. Yurt ishida balkim necha kilometr doirada palonining uyisi nerede desa, şu aralıq shuncha yiroq hamda shu vaqtning o'zida. Anda üstü uy silinmaydi, hammasi yerga silingan bir qavatli uylar. Bir 2 kilometr, 3 kilometrgacha palonining uyisini desa, tunuydigan bir holat bor. Ammo bugungi vaqtda ahvol o'zgardi. Qat-qat üstü o'ltiramiz, bir binodagi odamningki uyi paloni kim desa, uqmayman. Udul qo'shnimiz kim uqmaymiz, nima ish qildi uqmaymiz masalan. Shu darajaga berib yetdi ahvol-chi. Buning hammasi ijtimoiy axloqningki ojizlashganligi, qo'shni haq huquqininki favqulodda eng to'nchakka tushganligininki ifodasi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisida iza tabaqta faksir mariqa wahdi minhu li jiranak. Biz mana shu hadisni chiqishib turib, biz muhojiratdagi Uyg'urlar mana shu hadisni hayotimizga qanday tatbiq qilishimiz kerak? Bizning urf-odatlarimizda yuqorida deb o'tlar. Masalan, qo'shnilarga tomoq chiqarish, bir-birisiga tomoq sunish, kunda bo'lmasimi, haftada bir ikki qata yaxshi ko'rgan tomoq itilgan vaqtida qo'shniga chiqarish, bu ahvollar mavjudda. Endi hozir masalan Turkiyaga o'xshagan yo boshqa davlatlarga yerlashgan muhojiratdagi Uyg'urlar shu qurdagi mana shu hadisni qanday tatbiqlay olamiz endi? Hadis masalan tomoq assang biroz suyini ko'paytgan, boshqalarga yesin. Qo'shnilaringiz so'g'i salom qilibdi deydi. Yemak-ichmak bir jamiyatdagi inson qalbini ifodalaydigan eng muhim nuqta yemak-ichmak, ya'ni xulum qo'shnilarga nisbatan. Endi bugungi kunda biz o'xshamagan millat bilan xulum qo'shni bo'lyapmiz. Balkim tomoqqa chiqib bersak, bizning tomoqlarimizga ko'nmasligi mumkin. O nuqtadan biz mush nuqtadan boshlab buning asosiy maqsad nuqtasini tutib chiqsak, xulum qo'shnilar qalbi parahlanadigan, xushal bo'ladigan, mehr-muhabbatni kuchaytiradigan har qanday so'g'a qo'shnilarga qada qilish kerak, birilish kerak. Endi hatta bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va la yakhruju biha waladuk liyaghiza biha walada. Endi bu hadisdami masalan bugun qaraydigan bo'lsak, farzandlarimiz maktabga tushlik tomoqlarini yoki yemeklarini o'zlari uydan tayyor qilib beramiz. Shu jamiyatda o'zida shunday ekan. Masalan biz bir xil tayyor qilib beramiz, yana bir oila bo'lakcha bir narsa tayyor qilib beradi. Yana bir oila balkim tayyor biskutga o'xshagan yoki qo'liga pul berib maktabningki shunda tayyor bir narsani sotadigan, biskut bir narsa sotadigan o'rinlardan, kichik do'konlardan sotib olish uchun pul berib yo'l silishi mumkin.
yoki ayni maktabning o'zida faqir oila undami imkoniyat yo'q farzandlariga unda bir narsani hazırlab berish, tushlik tomoq hazırlab berish imkoniyati yo'q oilalarmi bor va hatto 1 lira pulni berish imkoniyati yo'q oilaning bo'lishi mumkin. Va ayni zamanda farzandlarimizni masalan mahallaga chiqib, ishik yo'lda o'ynaydigan vaqtlarda masalan qo'shnilarning ba'zi qo'shnilar faqir bo'lishi mumkin. Farzandlariga masalan shokoladga o'xshagan yoki tatliq turum yoki meva bu narsani bermasligi mumkin. Ammo shunday holatlarda yuqori hadisning chiqishiga asosida qanday qilishimiz kerak? Endi bugungi kunda maktabdagi ahvol biroz o'zgardi. Ba'zi maktablarga ota-onalar bolalarga tush deydigan tomoqlarni bolalarga hazırlab beradi. Maktabda uning ustiga yemeklik, tayyor yemeklik sotilgan kantin deb qo'ydi bu yerda. Ashta bir maksillar bo'ladi. Endi bu yerda diqqat qiladigan nuqta bayatdan o'qilgan hadis nuqtasidan, ya'ni bolalar xulum xo'shlardi yo'q bir narsani shu vaqtda mevchiva deb tilga olinadiq. Chunki shu vaqtning sharoitlarida mevchiva az olsa kerak. Xulum xo'shlarda tepilmaydi. Ya'ni normal ijtimoiy yashash urf-odatlarda tepilmaydigan qimmatli narsalar bo'ladi. Bu bir nuqta. Yana bir nuqta ba'zilar qanchalik pul deb bolalarga normadan ortiq pul uradigan ahvollar bor. Şundan balla maktabga boradi, yoki buncha balla yig'iladi. O'zaro tomoqlarini chiqarishib yeydi masalan. Asosan bir jamiyatning yeydigan tomoqqa o'xshaydi-ku. Masalan sen normal jamiyatda boshqalar yeydigan o'nlashgan bir tomoq yemeklikni sepasang, balang bilan boshqa balalarning o'tirisida hech bir farq bo'lmaydi. Ammo sen bayatın deganimdek jamiyatda az tepiladigan, yuqori tabiqining odamlarla iste'mol qila oladigan yemeklikni sepadi. Bu bala bu yemeklikni balalarning o'tirida chiqadi. Umumiy balalar boshqacha, sizning balang boshqacha. Shuning bilan bu yerda bir xil boshqa balalarningki ko'nglida bir narsalar paydo bo'lishi mumkin endi. Ya'ni bir xil nima deymiz endi, shuni ko'z tashlash deymiz yoki ko'ngni sunish deymiz. Qashqada odam ma'ashda qilpas shu apam ashta qilpas degandek. Undan boshqa pul berish masalasida kichik balaga pul berib to'yg'az bo'ladi, lekin jiq pul bersa bo'ladi, cho'ng pul ketmaydi. Ammo normal boshqa balalarga ota-onasi beradigan bir o'lcham bor jamiyatda. Masalan, bugun desak, ya 2 lira, ya 3 lira, ya 4 lira degandek endi. Sen ortiq puling bordi yani jo'qingda. Uningga bergan puling sening kiravotgan kirimingdan cho'ng bir darin egallab kelmasligi mumkin. Buni qarab sen beribsan. Ya masalan, kunliga 10 lira degandek. Balang shu 10 liradan maktabdagi magazinlardan boshqa balalar setib ola olmaydigan narsalarni setib oladi masalan, yoki ko'p narsani setib oladi. Bu balangning atrofidagi shuni setib olmaydigan balalarning ko'ngliga nisbatan bir xil zarar oladi. Shuni ota-onalarga deydiganimiz hadisda bayon qilingan shu balalarning qo'shilarining balalarga aziyat vermaslik ifodasini mush nuqtalarda bir tatbiq qilishini. Ya'ni balang har qancha qimmatli ko'p ketsa, Allohning oldida boshqa balalar bilan o'xshash. Tamam, balalarga bek kuyinsa, balalarga yaxshi narsalarni epag'wa, o'kaganda eppa. Xo'sh. Ammo boshqa xulum qo'shnilarning balalari bilan, boshqa do'stlar bilan barabar o'qiydigan maktabda, barabar tomoq yeydigan, barabar yashaydigan yerga boshqalarning balalaridan farqlantirib bir narsa avatma va farqlangudek holatda pul berma. Chunki bu boshqalarning balalariniki ko'ngliga tegadi, zarar oladi. Psixikasi buziladi abalninki. Balkim kelgusidagi o'zaro bir-biriga qilgan hasad, o'chmanlik shu kunusdan tatib boshlanishi. Chunki inson ya'midan. Bu nuqtadan xulum xo'shlarning haqqimi mush tarafda o'zini namoyanda qilish kerak. Ota-onalar bu masalaga ham zil qarash kerak. Men bilishimcha, boshlang'ich maktablarda bir shunday tomoqninki tizimligini berganini bilaman men. Masalan, bizni menga keraklik masalan dushanba kunda balalarga mama turdagi bir narsani bersanglar, seshanba nimani bersanglar, chorshanba nimani bersanglar deb. Menda nima qilib berdi ekan. Endi unga 100% uyib qilib qo'yib bo'lmaydi ekan. Balkim shumi? Masalan, maktabdagi o'quvchilarning formasi o'xshash ya. Shuningga o'xshash balalarning farqli bo'lib qolmasligi uchun qo'yilgan tuzum bo'lishi mumkin maktabdagilarninki.
Chunki baylarning bolalari isil kiyinmasin, kambag'allarning bolalari at to'yin kiyib qolsa, bolalar o'tirisida masala paydo bo'ladi. Psixik buzilish bo'ladi. Hammasi millatning bolalari u. Buzilish bo'lmaydi ular. Yemek-ichmek masalasida maktabdagi bergan tizimlik bo'yicha dushanba maktab degan narsani hammadan o'xshash bersa, bolalar shunday his qildiki, mush sinfdagi 30 bolaning hammasi o'xshash tomoq yeydi ekanmiz. Bir xil qalbi xotirjam bo'ladi. Sağlam üst bitiradigan gap. Çünkü şu maktabning formasi, andagi maktab bergan tizimlikdagi yemek-ichmek, mushu nuqtadan mencha halqitib etmaslik kerak. Bumi xulum xo'shna, ya'ni atrofdagi shu bolalar hammasi atrofimizning xulum xo'shlarning bolalari-ku. Xulum xo'shlarningki haq-huquqlaridan birisi bo'lsa kerak shu. Peygamber sallallohu alayhi vasallam hadisda men kan shu qo'shnichilik aloqador bo'lgan hadis hamda من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره deganga o'xshagan qo'shnichilik haqidagi bu hadislarda bir qancha rivoyatlar bilan bayon qilingan nima uchun Allohga va oxiratga iymon etish bilan qo'shniga ihson qilish va aziyat bermaslikning orasini bog'lagan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu hadisda. Endi biz bayatdan deganimizda iymon axloqda gavdalangan bir narsa. Iymonni agar fikri sifat bilan mulohaza qilsak, buni hammadan qalbiga sulay oladi. Men o'zimni alhamdulillah mu'min deyman, sizlar o'zlaringiz mu'min deylar, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh, men mu'min, musulmon degan nuqtada hammadan iymon eta oladi. Ammo tadbiqlash ve o imanның neticesi sübtidan qarğan vaqtda bunu faqat şu imanның güzel ahlakları vücuduğa ve ameliyetiga singan adamlarla ortaya çıkara alaydı. Resulullah bayatdan hadisning har xil rivoyat shakli var. Birisida xo'shnasini hurmatlasin deydi. Bir rivoyatda xo'shnasiga yaxshilik qilsin deydi. Yana bir rivoyatda xo'shnasiga nimamisin? Aziyat vermesin. Yani insondagi iymonningki axloqning har shakllardagi ifodalanishini Rasululloh ko'rsatadi. Eğer sen dava kılıvatkan ya ki sen özünde mümin davatkan şu imanın kalbinde bolsa senden muşu işler ortaya çıkıdı. Hoşnağın hürmetleyse, şunama, hoşnağın aziyet vermeyse, hoşnağın qanda kılırsa, yaxşılık kılırsa. Çünkü nima o dese, hoşna diginimizde hak hukuk cihetinde tuqqalladın mı mühim bir nokta. Sen sefer gitse, aileni aylab kimge amanet koysa, hoşnağın amanet koysa. Sefer ketsa, ailangda bir ot afet yüz berishi mumkin. Sen yok, uyda hech kim yok. Xo'shna uchirishi mumkin. Masalan, demak eng qiyin sharoitlarda sana yordam qildig'ini kim o? Xo'shna. Bu nuqtadan xo'shniningki haq-huquqi intayin muhim. Shunga Rasululloh buni iymonga bog'ladi va xo'shni bo'lgan muomalani iymonning aks etadigan bir shakli sifatida oldi. Bizdagi bir masala bor, yiroqlik tuqqanda yaqin xo'shni. O masalami bekorga chiqqan masala emas. Allah razı olsun. Endi mana shu qo'shnichilik bu kadar ahamiyatli bir ishkan ham dinimizda bunga alohida bir ahamiyat berib oyat hadislar bayon qilingan ekan. Endi mana shu davlatlar orami qo'shnichilik bor deyilamdi. Ya'ni falan davlat qo'shni davlat deb deyish mumkinmi? Endi bu qo'shnichilik atalg'usini biz so'zlayotganimizda zihnimizga shu bir oila qo'shnichiligi keladi ko'p hollarda. Ama şuna bunu qo'shib qo'yish bek zarur. Aile, cemiyet hatta bir devlet hoşundarçılık oldu. Çünkü hoşlanan aşta bir hak hukuklar olgandek hoşnu devletinin oturda hak hukuklar oldu. Mesela bir cemiyetning insanlar o cemiyet falokatga uloqdi, musibat ko'chirdi, qiyinchilikda qolib qoldi. Aldi bilan bularga yordam berish mas'uliyati kimning ustiga tushdi? Qo'shni davlatlarning ustiga tushdi. Mesela bizning qo'shnilarimiz O'rta Osiyo davlatlari, musulmon davlatlar, qarindosh davlatlar mesela. Mayli diniy jihatdan yoki milliy jihatdan qarindosh davlatlar. Jug'rafiyalik tarafdanmi, mohiyatda biz davlatdamda. Agar biz milliy qarindoshligimizni qayrab qo'ygan, diniy qarindoshligimizni qayrab qo'ygan, unda emas bo'lgan taqdirdami, bir qo'shni davlat bo'lish sifati bilan sahib chiqish kerak. Bizning qo'shnisiningki musibatiga hahu deyish kerak. Ko'rib turibmiz dunyoda bir yerda bir urush chiqdi deyli. Shu yerning ahli, ojizlari urushdan qochib,
atrofga qassa eng avval qaqadigan ishik kimning ishi bo'ladi? Qo'shni davlatning ishi bo'ladi. Qo'shni davlatdagilar o'zining qo'shnidoshlik vazifasini ado qilib, ishlarini qanday qilib ish kerak? Ularning ojizlarini asrash kerak, ochlarini to'yg'izish kerak, yalang'ochlarini kiyindirish kerak. Afsus, bugun kunimizda qo'shnidoshlik huquqi shaxs sifatida va davlat sifatida favqulodda tuvallagan bo'lg'achqa, shaxslarmi qo'shnidoshlikqa ancha bek ko'ngil bo'lmaydigan deganimizdek, tam qo'shnisining kim ekanligini, udul eshiktikining kim ekanligini bilmaydigan, qo'shni davlatlarmi o'zining haq huquqini, majburiyatini ado qilish u yoqda tutsin, xiyonat qiladigan, aksicha ojizlarni zolimlarga topshirib beradigan, ojizlar ularga panoh tilab kelsa, yordam so'rab kelsa, ishkini ichning o'rniga ishkini taqvo oladigan ahvollar bugungi kunda ko'z oldimizda nihoyat ko'p. Buning hammasi qo'shnidoshlik haq huquqining kishining cho'ng'icha ojizlashganligining ifodasi. Bu ya'ni insoniy va islomiy axloqning insoniy nuqtasidanmi to'g'ri ish emas, islomiy nuqtadanmi ham to'g'ri ish emas. Buni qaysi nuqtaga olib beriladi? Insoniy, milliy, diniy nuqtalarga olib beriladi. Bu qabul qilinadigan ish emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisida ma amana bi man bata shab'anan wa jaruhu ila janibihi ja'i' wa huwa ya'lam. Bir hadis var ekan, bu hadisda nimaga ishorat qilmoqchimda. Ya'ni endi bu yerda ortiq masalan biz bugungi kunda yuqoridab o'tdik hamda. Bizim qo'shnilarimiz hammasi yerlik xalqlar. Bular bilan qadrli imkon normal bir munosabat va qo'shnidochilik bo'lib o'tayotganligini hammamiz bilamiz. Ammo qo'shnidochilik cheklik bir holatda bo'layotdi. Ammo masalan bu yerda men bu hadisda zikr qilishimda bizniki muhojirlik yashayotgan Uyg'ur xalqlarimiz, masalan Istanbulni olib olsak, shunda bir kunlarda o'zining turmushini normal qamdayotgan, oilasida turmushiga yetarli bir narsalarni tepib keladigan er yo'q, tulxoton, yetim bolalar bor. Shunda yoki er ayol ikkisi kasalchan, yoshga cho'ng, shunda kishilar bo'lishi mumkin. Masalan, sizlar bizlar yoki olmaydi ishi bor, yoki iqtisodli kishilar muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar uchun bularning ahvolidan xabar yo'q bo'lishi mumkin. Endi mana hadisda biroz teshig'i chiqarib bu qo'shnidochilik haqida kelgan hadis. Ammo biz shularningki ashunda insonlar borligini bilamiz, ammo yo'qlamasligimizning o'zi bu shu hadisning mazmuniga tushunmayman. Qo'shnisining och ekanligini bilib turib, to'q betdi uxlagan odam mu'min emas degan mazmun chiqadi. Hadisni simvol xarakterlik hadis deb olsak, ortiq gap kelish ketmaydi. Birlam yig'inchaqlasak, musulmonlarning ahvoliga ko'ngil bo'lmagan odam, ularning ochlarini izlamagan odam, yalang'ochlarining kuyinmagan odam musulmon emas. Ya'ni mu'minning mazmuni bo'yicha mu'min emas. Ya'ni har bir mu'min musulmon bo'lish sifati bilan o'zi yashayotgan islom jamiyatininki, o'zining millatininki, qarindoshlarininki ahvoliga ko'ngil bo'lish kerak. Ya'ni komil musulmon bo'lmaydi degan gap. Komil musulmon bo'lmaydi. Chunki o'ylab boqaylik, bir odam qimmat qarashda yashaydi dunyoda. Qimmat qarash degan nima? Sen tava bir to'p bor. Sen ishongan bir qimmat qarash bor. Sen menayotgan bir yo'l bor. O'zing tava bir to'pning ahvolidan xabar olmasa, sen boshqa yoqda, sen tava olgan to'p boshqa yoqda. Sen tava olgan jamiyatning holi boshqa, sening shaxsiy holing boshqa. Sen qanday tava bo'lasiz jamiyatga? Sen musulmon, uning gap tugamaydi. Sen bir musulmon jamiyatiga tava odam. Sening yashayotgan shu tava olgan musulmon jamiyating ahvoli boshqa, xarob. Sening shaxsan ahvoling boshqa, xarob. Go'zal endi. Sen uningdan chatig'ing yo'q. O'z oldiga maqsang, sen bu to'pga tava emas. Bu yerdagi musulmon emas degan huquq shu huquq. Ya'ni sen musulmon jamiyatiga tava bo'la olsang, ko'ngil bo'lishing kerak. Xuddi agar buni texnik kichiklashtirib olsak, bir misolga olsam, bir oilada 8 a'zo bor. Dada, ana, o'g'il, qiz degandek. Bütün ailening ichiga xoflik yoki bir qiyinchilik bor. Shuning uchun birisi nihoyatda nima deymiz endi, paraga bayashat deyli. Shu odam oilasi bilan kori yo'q yuyalami? Chunki oilaning asosi yuyolmaydi-da. Buni aqliy nuqtadan hech kim qabul qilmaydi. Endi shundan shu qanatsak, sen bir kichik oilaga o'xshash bir islom jamiyati, bir musulmon jamiyati, Uyg'ur jamiyati oilasiga tava elamsan. Sen o'zingning oilasining ahvoliga ko'ngil bo'lmasang, sen tava emas u jamiyatga.
Ya sen o cemiyetin çıkıp gitse ya o cemiyet sana tabi olmaydı. Çünkü bu yerdeki mümin emas, Müslüman emas degeni o cemiyetke tabi olmay qoladi degan gap. Yani bir taraftan yapırsan sen millet bo'lishib turgan Uyg'ur, Müslüman aynı zamanda sen özünün milletinin içindeki fakir miskinlerge Ahvalı ko'ngil bo'lmasa, ko'ngil bo'lishing kerak demakchanda. Muşunun a'zosi bo'lib sifati bilan ko'ngil bo'lishing kerak. Agar ko'ngil bo'lmasang, chatag'ing bo'lmasa, o'zingning a'zoliqingdan gumonlansang bo'ladi. Yani mahiyette Mahiyati sen o qayta tekshirishing kerak o'zingni. yani mesela unda bo'lsa insan ihson qilmoqchi bo'lsa o'zininki ana yaqinlaridan boshlash kerakligini tushundik bu so'zdan. Mesela hatta zakat, sadaqalarni bermoqchi bo'lsa kimda boshlash kerak o zaman? Kimga eng avval kimga berish kerak mesela? Al-aqrabun awla bil ma'ruf deb bir so'z bor. Yaqinlar sen qiladigan yaxshilikqa eng loyiqdir. Bu yaqin qada yaqin, bu nisbiy yaqin. Masalan, nasab jihatda zakatga loyiq sana eng yaqin odam bo'ladi. Bu yerdan boshlaysa. Faqirlik jihatda faqirlikqa eng ig'ir, xafalikqa eng ig'ir, zakatga eng yaqin odam bo'ladi. Bu yerdan boshlaysa. Xulum qo'shna masalan biz xulum qo'shna babida ketyapmiz. Sening tam qo'shnan bor. Zakatga eng ehtiyojli, yaxshilikqa eng ehtiyojli. Sen bu yerdan boshlaysa. Ya'ni bu nisbatlar qaysi nuqtada kelsin? Eng yaqindan boshlaysa. Masalan, sening qo'shnan, tam qo'shnan, hem sening nasab jihati sana eng yaqin tuqqan. Kambag'allikqa eng ig'ir, masalan, uning xafalikqa ig'ir. O'rin jihatda sana tam keladi, bu odamda butun yaqinlikning shartlari tepildi degan gap. Bu shartni bo'ylab mangsa. Eng yaqin odamga burun birsa, undan keyin asta yiroqqa qana qilsang bo'ladi, kengaysang bo'ladi. Mushu bo'yicha. İnsan ba'zida qo'shnisiningki moddiy ahvolining nachar ekanligidan xabarsiz qoldigan bo'ladi. Bunda vaqtlarda uningki ahvoli qo'shnisining moddiy ahvolidan xabarsiz qoldi degan gapning o'zi biz yuqorida so'zlayotgan qo'shnining haq-huquqlariga rioya qilmaydi. Chunki qo'shnilarning ahvolini mahremiyatiga ko'z tikmagan asosda ko'z tikish kerak. Chunki qo'shni xuddi balaning ahvolini surishtirib qilib tursa. Balam nima kam? Masalan, Iroqda shaharda o'qiyotgan bolasi bor. Telefon qilib turdi, ahvol so'rab turdi. Balam nima kam? Nimaga ehtiyojing bor? Nima avatima? Shunchalik darajada qo'shnining ahvolini Iroqdan bo'lsa-mu, uni qalbini qirmagan bir shaklda, aziyat vermagan shaklda ko'zitib tursa. Uning nima ehtiyoji borligini eg'izdan chiqishdan ilgari sen bilib bo'lishing kerak masalan. Bu aqalli qo'shniningki nimasi? Talabi. Ba'zida inson masalan tam qo'shnisi yoki qarshi taraf qo'shni yoki bino qo'shnisi degandek din bilan biz musulmon bo'lishimiz bilan bu masalaga qo'shnidoshlik masalaga diniy nuqtai nazardan chiqish qilib so'zlayapmiz. Din bilan hech qanday bir aloqasi bo'lmagan ammo shunday bir kishilargami masalan buningki moddiy ahvol yaxshi emas degan asosda biz yordam beradigan moddiy yordam beradigan ishlar bo'lib qoladi. Mayli zakatdan bo'lsin, mayli boshqa yordamlar bo'lsin. Mushundaq ahvolda shu ziyorat qilish yoki shunday yordam berish jarayonida qo'shniga, shu turdagi qo'shniga Allohni tonitish majburiyati bo'lamdi insonga. Endi bu yana bir qo'shnisi bor, tam savolni qayta takrorlasam. Bu qo'shnisi ashta bir iqtisodiy jihatda qiyinchilik va yordamiga ehtiyoji bor, sen uni yordam qilyapsan. Ama bu qo'shnininki diniy jihatga ma'lumoti az, dinga bo'lgan bog'lanishliqi biroz ojiz. Mushta ahvol ostida buni dinga yetaklash majburiyati kelgan vaqtda tabiiy bor. Ammo bu yerda men deb qo'ydigan bir o'zimning bir mulohazasi bor. Ya'ni avval qo'shniga ehson qilish bilan sening gaplaringga e'timod qiladigan bir holatga kelish kerak. Sen uningga birinchi qadam dilam o o'zingning da'vat, nasihat, tabliğdan boshlab kelsang, insonlik sifati bilan qabul qilish ehtimoli intayin tuban. Avval sen o'zingning uningga haqiqiy kuyinganligini isbotla. Real ko'rsat. Sening ehsoningdan suyunsin. Qalbi echilsin sana, aqli sana echilsin. Shu vaqtda sening degan bir og'iz gaping, hatto gap qilmasangmi, ashundan oldida qilgan bir og'iz ishing onun nisbeten sana ergişişke kanalıydı, yetidu. Çünkü insan özü yaxşı görgen adamını doğraydı. Şunun kendinden mağadı, onun iş izlerini küzdüdü. Hayatıga tedbiklaş korunudu. Şu avval seni yaxşı görsün.
Bu meniki bu noktadaki Hatta bazı şu Türk kırındaşlar bunda mı deyilik misal bu Şarq Türkistanlık kırındaşlarımız nəhayət yaxşı musulmanken ama qanda musulman salamımı vermey mesela ayollarımız niqab bilan yüz yıpıqlıq bunda halatda tam qo'shnimiz yoki yan qo'shnimiz yoki asti qavatli qo'shnilarimiz beshi ochiq masalan o'shunda bo'lsa ayollar ular bilan ya peshtoqda ya lipitda uchrashib qolgan vaqtning o'zida salom bermay o'tib ketadigan salom qilmay bunda o'tadigan bir ahvollimi mavjud bo'laqliq ekan ba'zi turk qarindoshlarimiz buni shikoyat qilaqliq hamda bu ushq echib desak bizning kallamizga singib qolgan shu vatandagi tavalla tabarra hukumununki biroz haddan eshib ketgan qismi. Sen bir jamiyatga masalan uning ba'zi dinga uyg'un kelmaydigan holatlar bor ekan deb masalan tam qo'shniq tamaki chekidi yoki ayoli yo'ganmaydi masalan buni deblam uning dushmanlik pozitsiyasidan qarasang masalan ya o'zingni ustida o'rin qo'yib uni pastki o'rinda ko'rsang unga nisbatan qanday da'vat etkazasiz o zaman ud'u ila sabili robbika Resulullahning tarixiga qarab baksak Resulullahning tarixida musulmonlar mayli moddiy imkoniyat jihatda yoki jamiyatning tabaqi jihatda olsun asosan to'g'ri o'rinda kelib kelgan. Rasulullohga ergashganlarning ko'pinchisi ojizlar. Ammo shu iqtisodiy jihatda to'n odamlar. Bugun balkim bu gapni deyishim ba'zi qarindoshlarimiz o'zining moddiy ahvolini uning bahona qilib, bizning bunda ahvolimiz bunda bo'lgandan keyin gapimizni anglamay deyish mumkin. Rasulullohning vaqtidagi shu sahobalarningki to'n moddiy ahvoli va ularning to'n tabaqadan chiqqan ojiz odam ekanligi da'vatiga hech ta'sir yetkazib boqmagan. Chunki ular her etrafındaki her narsaning haqqini joyida bergan. Qo'shnining haqqini joyida bergan, yana birisining haqqini joyida bergan. Bular o'zining ish harakati orqali atrofiga ta'sir ko'rsatgan. Endi qarindoshlarimiz deydiganimizmi? Mush nuqtada biroz kallasini ochish kerak. Dinni u boshqalarning ig'izdan tushungan ba'zi tushunchalar bilan emas. Qur'on nim deydi? Hadis nim deydi? Sahobalar Qur'on hadisni qanday tatbiq qilgan aytgan bu nuqtadan tatbiq qilish kerak. Tavalla tabarra masalasiningki nima ekanligini tushunish kerak. Atrofida bir islomga uyg'un kelmaydigan holatda ko'rib qolgan odamning hammasi bizga nima emas, dushman emas. Hatto Rasulullohning sahobalarining o'zining Yahudi xristian qo'shnilaridan qanday o'tganligiga bak ko'p o'rnaklar bor. Rasululloh 13 yil atrofida Makka da yashadi, mushriklar bilan qo'shnilab yashadi. Bular bilan qo'shnilik haqqini qanday ado qilganlikka nurg'un o'rnaklar bor. Bularning mol-mulklarini Rasulullohga ishonch qilib omonat qo'yishlari, Rasulullohning hijrat kechisi Ali radhiyallohu anhuni o'zining joyida yotqizib qo'yib omonatni ahliga qaytargandan keyin hijrat qilishga qoldik. Bularning hammasi nima ifodalaydi desa, Rasululloh bilan kishilarning o'tiradigan muomalaninki naqadar go'zalligi, ularga bo'lgan bergan ishonch tuyg'usiniki naqadar yuksak ekanligini ifodasi. Rasulullohga qarshi shu insonlar o'zining mol-mulkini akib kimga omonat qo'ydi Rasulullohga. U qadar ish qilish uchun cho'qim Rasululloh bilan bo'lgan muomalasi nihoyatda go'zal bo'lmaganda kishilarga omonat qo'ymaydi. Bu kishilar bilan bo'lgan muomala tam atlab bo'lmaydi, sizning qo'shningdan boshlanadi. Birinchi qo'shning, ikkinchi qo'shning, uchinchi qo'shning mush shaklda boshlanadi. Shu qo'shni muomalalariga, atrofdagi kishilarga bo'lgan bizning beqishimizga kelgan vaqtda biroz o'zimizni qaytadan tashib chiqishimizga to'g'ri keladi. Bizning kallamizga kirib olgan burunqi tushunchalarni biroz yangilash to'g'ri keladi. Ya'ni yangilash derken qarindoshlarimizdan bunaqangi ta'tir uchun o'lishni xohlamayman, ya'ni men birla narsaga chaqirman. U olsa qarindoshimiz diniy tushunchalarda Qur'onga qaytsin, hadisga qaytsin va Rasulullohning zamonisidagi 4 xalifa zamonidagi sahobalarning ish izlariga, Qur'on hadisni tatbiqlash ish izlariga qarasin yetdi. Masalan, tushunchani boshqalarning namusin ya'ni. Payg'ambarimizning tarixini va sahoba ikramlarning tarixlarini o'qisa, bunda ajoyib go'zal o'rnaklar bor. Yetdi, chiqadi masalan. O qadar iliqqa masalani boshqa yoqqa tortib islom nomida masalan o qadar zillashtirishning nimasi yo'q, hojati yo'q. Ama shunday ahvolda masalan qo'shnilar bilan masalan haftada yo oyda bir qitim shu yan qo'shni yo tam qo'shni degandek yo qarshi qo'shni bilan imkoniyat bor, ish kuchaylar bizga kelib shug'ullashib o'tirishni Alloh rizosini ko'zlagan asosda ahamiyati bormi hozir? Men shu Turkiyada ba'zi yaxshi go'zal o'rnaklarni ko'rdim. Masalan, turklarningki erlar bilan, ayollar bilan, masalan, dindorlarning ichida hatto 10 kunda bir qatim, 8 kunda bir qatim bir oila bir yig'ilishlar bor ekan, mana qo'lim qo'shnilarningki. Bizning atrofimizdagi qo'shnilarning bor, hatto bizlarni chaqirdi masalan-chi. Bular yig'ilishib o'tirib, odatda normal
paran qiladi ekan, o'zining chayosi ichishidi ekan masalan. Andan keyin orasida birasi bir kitobdan bir bat ya ikki bat o'qib, shuni mulohiza qilibsa, bu bek go'zal ahvolchi. Bu bizda umumlashtirishlik ahvol. Ya'ni atrofimizdagi mayli turk bo'lsin, mayli uyg'ur bo'lsin, qarindoshlar bilan mushta bir holatning shakllanishi, ya'ni o'zaro tushunish hosil qilish. Ba'zi kallamizda yomon bexab qoladigan bir fikrlar bo'ladi. Yolg'iz yashagandan keyin ham inson ba'zi g'ayri fikrlar qoladi bexlanadi. Mana shunday bexlangan g'ayri fikrlarning oldini og'ili, fikr turaqlashtirg'ili, ba'zi tushunchalarni oshirg'ili, mehr-muhabbatni oshirg'ili bo'ldi. Bularning hammasi yana qo'shnilarning haq-huquqlariga texmi go'zal shaklda rioya qilishga vasila bo'lishi kerak. Xo'sh. Endi suhbatimizning oxirgi nuqtasiga kelib qoldik. Qo'shnilarchilikda eng muhim bo'lgan ishlarning biri qo'shnisiningki izzat obro'yi va sharafini qo'g'dash. Bu ish qanday qilganda reallikka aylandi? Endi deydiganim shu ham bu haqdami? Qo'shnining alohida bir hukmi bor har qanday ishda. Yaxshilik qilsangmi alohida hukmi bor, yomonlik qilsangmi alohida hukmi bor. Masalan, cho'ng gunohlarning birisi qo'shnining ayoli bilan zina qilish deydi. Zina qilishning o'zi cho'ng gunoh. Lekin ma kechirilmaydigan insonni halok qiladigan gunohning birisi qo'shnining ayoli. Chunki omonat u. U bir zina olgandan boshqa, yomon ish olgandan boshqa omonatga qana qilish, xiyonat qilish. Shuningga qo'shni masalasi har doim istisnoi bir masala. Alohida bir masala. Qo'shniga qiladigan yaxshilik, haq, huquq masalasimi? Alohida bir haq, huquq. Qo'shni haqqida qiladigan har qanday bir jinoyatmi? Alohida jinoyat. Normal odamning g'ayvatini qilsang, g'ayvatning jinoyati bo'lsa, qo'shnining g'ayvatini qilsang, g'ayvatdan boshqa qo'shnining haq, huquqi va uning omonat bir muncha gunoh qitildi bular. Chunki qo'shning boshqalar uqmaydigan ba'zi ishlarini qo'shningning sen bilasan. Chunki sen qo'shning seni bor deb, men qo'shnim ishonchli bir odam bor deb turib bolalarini sana omonat qilgan shaklda, garchi eg'iz demasimi, safar qiladi. Sana ishonch qilib, u bir omonat. Demak, qo'shnining masalasi alohida masala. Qo'shnining izzat sharafi eng kichik bir ayblaridan tortib, cho'ng izzat sharafigacha hammasi alohida maqomli ahvol. Buningga alohida diqqat qilish kerak. Chunki bir oddiy misol olsak, qo'shnining bir qo'shni bo'lgandan boshqa sening ba'zi ishlaringni qilib qo'yilgan nurg'un ustingda haqqi bor. Xo'sh. Oddiy uyingning tok talini keladi. Sen uyda yo'q. Agar shu qatimliq talon to'lanmasa, tok kesiladi masalan. Xo'sh. Shu vaqtlarda masalan qo'shning olib qo'yishi mumkin talonni. Agar olib qo'ymasa, sen bilmaysan tok talonning kelganini aqallaysi. Sening uyingga alohida bir ishlar keldi. Sen yo'q, xabarsiz qolib qolsang, keyingi cho'ng bo'lishi mumkin. Qo'shning seni xabarla. Demak, qo'shningning qo'shni olgandan boshqa sening ustingda nurg'un, sen biladigan, bilmaydigan haqlar bo'ladi. Aqallisi yo'q vaqtda qo'shning bo'lganlik uchun uyingga o'g'ri kelmasligi mumkin. Qo'shning bo'lganlik uchun. Qo'shning bo'lganlik uchun uyingni suv osmasligi mumkin. Qo'shning bo'lganlik uchun ba'zi o't ketmasligi, chunki qo'shning oldini oladi shu ishlarni. Bu nuqtalardan sen biladigan va bilmaydigan nurg'un haq-huquqi bor qo'shning ustingda. Shuningga qo'shniga muomala qilgan vaqtda alohida bir o'rin olgan shaklda muomala qilish kerak. Oxirgi so'zni olsak, bizning muhojirat yashayotgan Uyg'ur xalqimizga mana shu qo'shnichilikqa aloqador bo'lgan deydigan boshqa bir gap bo'lsa, 20 minut qadar. Endi gapni qisqa qilib qarindoshlarimizga mushu haqda bir xitob qilishimiz kelsa, qo'shnilarga o'zingizning nuqtasidan chiqib turib emas, balki qo'shnilarning nuqtasida turib muomala qilishni tavsiya qilamiz. Ya'ni men bunda qildim. Mening mijozim mavitdi, odatlanganim mavitdi. Mana shaklda emas, qo'shnim nima ishni xohlamaydi. Nima ishni xohlaydi. Qo'shnimni nima ish rahatsiz qiladi. Qo'shnimning qanday ehtiyoj mush nuqtada. Ya'ni qo'shnini oldi plan deb qo'yamiz-ku, qo'shnini o'zining manfaatidan ortiq qilib turib o'yinib boqishini qarindoshlarga tavsiya qilaman. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, shuning bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 12-chi bölümünü mishada oxirlashtiraman. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman. Alloh sizlarga razı olsun. Va bu programmaningki muvaffaqiyatli bo'lishi uchun kuch qilgan barliq qarindoshlarga rahmatimni bildiraman.
Alloh taolodan hammalarga dunyo va oxiratda yaxshilik tilayman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون